Xitoyning yaqinqi yillardan beri Sharq Turkiston xalqini yo'qotish razil maqsadi doirasida davom qilayotgan, oldi bilan qarshilik ko'rsatuvchilarni qirib tashlab, bular orqali sukut qilganlarni qo'rqitib yo'qotishdan iborat terrorlik siyosati xalqimizning tez pikmas ro'yini bo'ysundira olmagan. 3 noyabr Sharq Turkistonning Korli shahri Jamoat xavfsizlik idorasi tutish buyrug'i e'lon qilgan bo'lib, tutish buyrug'ida Korli shahri Qari Yulg'un yezisi Bag'jigli kentida tez pikmas kishi Mahmud Mo'ydin apandi haqida yipuch bilan ta'minlangan kishilarga 200 ming yuan suyunchi beradiganligini e'lon qilgan. Doirlar tutish buyrug'ida Mahmud apandimning kiygan kiyimining alohidligini tunishtirib, uning mahbus kiyimi kiyib olganligini e'lon qilgan. Xitoy bu orqali Mahmud apandining Sharq Turkistondagi ma'lum turma yoki lagerdan qochib ketganligini oshkorlab qo'ygan. 28 oktyabrda Almatoda Qozog'istonning Ilm va oliy ilm ministrligi Ramzan Suleymanov nomidagi Sharqshunoslik institutining uyushtirishi bilan Markaziy Osiyoning aql-farosat tarixiy kontekstidagi Turkiya uyg'onishi mavzusida xalqaro ilm muhokama yig'ini bo'lib o'tdi. Yig'ilishcha bu muhokama yig'ini Uyg'urlar ishidan chiqqan tonilgan tarixchi, intellograf, tarix fanlarining doktori Professor Risolat Karimovning tug'ilganligining 70 yillik tavalludiga bag'ishlangan. Mazkur yig'inga Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Amerika, Turkiya olimlari, shuningdek jamiyatning birlashma vakillari, oliy maktab o'quvchilari qatnashdi. Xitoyning Hind Tinch okean rayonidagi ta'sirini tamponlashtirish ustida izlanayotgan Yaponiya hukumati Yevropa davlatlari va Amerika bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirmoqchi. Angliya pul muomala vaqt gazetining xabariga qaraganda, Angliya bilan Yaponiya kelar oyda harbiy mudofaa kelishimi imzolab, bexatarlik hamkorlikni kuchaytirdi ekan. Ikki davlat o'rtasidagi o'zaro ziyorat kelishimi suhbatining 12-oyda oxirlashadiganligi mo'ljallanmoqda. Suhbat Yaponiya bosh ministri Kishida Fumio 5-oyda Londonda Angliya bosh ministri Boris Johnson bilan ko'rishgan boshliqlar yig'inida boshlangan. Oktyabrda Xitoyning eksporti va importi o'ylanmagan yerdan tuvalladi. Eksport va import 2020 yil maydan buyon tunji qatim bir vaqtda tuvalladi. Yig'ilishcha pul paxalligining o'rilishi, o'sim nisbatining o'sishi, yer shari ehtiyojining ostilishi va Xitoy virusiga qarshi tadbirlar Xitoyning eksporti va importiga pozitiv ta'sir ko'rsatgan. Oktyabrda eksport oldingi yilning o'xshash mazgiliga solishtirganda 0.3% tuvallagan. Import bo'lsa 0.7% tuvallagan. Tayvan davlat mudofaa ministrligining xabariga qaraganda, kunduzi Aral atrofida Xitoyga tava 44 urush aeroplani, 2 harbiy uçquchisiz aeroplan va 4 urush paraxoti ko'rilgan. Ministerlikning bayonotiga qaraganda, Aral atrofida bayqalgan jami 46 aeroplan va 4 paraxot, elektronlik izqo'g'lash uskunasi, charlash aeroplani, paraxot va boshqarilgan bomba sistemasi tarafidan izqo'g'langan.